Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakat. Tavhid bobiga oid 40 hadisni 16-hadisini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. 16-hadisimiz xavf va umid rajo iymondandir degan hadisni o'qib o'rganib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'lim holatidagi bir yigitni oldiga kirdilar. Unga o'zingni qanday holda topyapsan deyildi. Yigit Allohdan umid qilyapman, gunohlarimdan qo'rqyapman dedi. Shunda u zot modamki bunday o'rinda bandaning qalbida bu ikkisi umid va javf jamlanar ekan, Alloh taolo unga umid qilgan narsasini bergay va qo'rqayotgan narsasidan omon qilgay deydilar. Termiziy va Ibn Majjar rivoyati. Shu o'qigan hadisimizga inshaalloh hayotimiz tarzida amal qiladigan bandalar bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan duo qilib, iltijo qilib so'rab qolamiz. Shu ko'rgan videoyingizga bir dona like, podpiska olib qo'ysanglar, meni ham xursand qilgan bo'lardinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakat.